Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Hujjatingizni taqdim qiling. Bo'ldi, men hujjatimni taqdim etaman, keyin qolgan. Kameraga o'pishmang. Kameraga o'pishmang. Kim terpiylar? Kim terpiylar? İsbotlab berasiz. İsbotlab berasiz. Har bitta gapingiz uchun isbotlab berasiz. Aka, muomalangiz. Nima yo'qsa-yu. Mana uzr o'qinglar, faqat maslahat harakatlarda qo'rqmayman. Yo'q, qo'rqmayman-da. Urganlar uchun aytaman-da. Mana tepki izlari bor. Mana. Ko'ribsizlar, tepib tashladi. Hujjat bermadimmi aka? Bermadim. Qo'lingizdagi nima? Uzun bor to'xta. Hop aka, hammasi video syomkada turibdi aka. Mana pravani berdim mana qo'lingizga. Siz urdingiz. Siz urdingiz. Videoda bor aka hammasi. Bo'l. Ben bir video qilib chiqqan edim. Mana shunaqa high-tech uy olganmiz, 3 sotuli, 2 sotuli deb. Birinchi videoyimda aytgan edimki, shu kottejlar bilan uy bilan dom orasi 15 metr 9 qavatli. 4-etajdan to 9-etajgacha hovli ko'rinib turadi deb video olgan edim.
bu videom endi ikkinchisi bo'ldi. Bu masalani boshqa tarafi. Mana menga 9 tagi dom tushgan. Bu dom bilan bu domning orasi 10 metr. Mana spalnisdan bu oshxonasidan o'tirsa bir-birini tomosha qilib o'tirar ekanda bu domdagilar. 10 metr ham bu mumkinmi bu dom bilan bu dom orasi? Mana uchastkani 15 metr dedim. Mana qaranglar, bu dom bilan bu dom orasi ham 10 metr. Ani dom bilan mana domning orasi 5 metr chiqadimi, yo'qmi? Bu hammasini taqab qurib tashlayapti. Bu qurilish me'yorlariga to'g'ri kelarmikan? Biladiganlar bo'lsa, fikringizni yozinglar kommentariyaga. Iloji bo'lsa mana shu videoni tarqatib yuboringlar. Ko'proq odamlar ko'rsin, kerakli joyga yetib borsin. Yana bir marta qaytaraman. 15 metr shu anaqa bilan. Mana 3-etajdan u yog'i hovlilar ko'rinib turadi, hammaning uyi. Ertaga ham domdagilar bir-birini derazasidan qarab o'tiradi, spalnisiga, oshxonasi qaragan. 3-etajdan 7-etaj ko'rib tursa, xotinim ish qilayotganini. Shu to'g'ri keladimi? Fikringizni yozib yuborarsizlar.